sertifikat ma'yan davridamiz. Ko'proq sertifikat olish degan ma'no. Tarix fanidan tayyorlanish jadda Sizni eng katta raqibingiz bu qo'shni bolasi, amakini bolasi, akangiz, ukangiz. Telegram kirasizmi, Instagram kirasizmi, YouTube kirasizmi? Ularning yutug'ining siri nimada? Hammasi miya faoliyati bilan bog'liq. Shu o'rinda men biladigan sizning yana bitta siringiz bor, lekin shu siringizni aytmayapsiz. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun siz bilan yana navbatdagi podkastimizda ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Bugungi suhbatimiz juda qiziqarli va foydali bo'ladi degan umiddaman. Bugungi suhbatdoshimiz tarix fani o'qituvchisi, falsafa doktori Kamalov Ixtiyor Ne'matullayevich. Ustoz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Hozirgi davrda bunaqa podkastlar, suhbatlarda ishtirok etish bizda ham o'zgacha qiziqish uyg'otadi albatta. Ustoz, avvalo o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz va tarix faniga kirib kelishingizdan sizga nima turtki bo'lgan? Tarix fani o'qituvchisi sifatida 14 yildan beri faoliyat olib boraman. Endi Buxoroda Ibn Sinolar, Buxoriylar yurtida tug'ildik. Bolaligimizdan tarixiy obidalar yonida ulg'aydik. Mamlakat tarixiga, shahar tarixiga bo'lgan hurmat, balki qolaversa oiladagi shu yo'nalishga, ustozlikka bo'lgan ota-onamni yo'nalishlari tufayli shu kasb egasi bo'lishga qaror qilganman. Bolaligimdan o'zimni shu Buxoro tarixi, O'zbekiston tarixi Qozonida his qilganman. Qolaversa eski manbalarimizga, qo'lyozmalarga bo'lgan qiziqish manbashunoslikka olib keldi va 2022-yilda shu manbashunoslik bo'yicha dissertatsiyamizni muvaffaqiyatli himoya qildik. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori degan ilmiy unvonga loyiq ko'rildik. Hozirda fan doktorligi dissertatsiyamizda mana shu O'zbekiston tarixi, tariximiz, adabiyotimiz tarixi, manbashunosligimiz asosida olib boryapmiz. Ustoz, bugungi kunda o'quvchilarga ko'pincha tarix juda qiyin, tarix nima uchun kerak degan savollar ko'p uchraydi. Shu o'rinda siz nima deb javob bergan bo'lardingiz shunaqa o'quvchilarga? To'g'ri. Aktual savol, sabab biz digital, ya'ni shu raqamli iqtisodiyot davrida yashayapmiz. O'quvchi o'qib yodlashdan ko'ra ko'rib, kuzatib, video va bunaqa elektron raqamli narsalarga ko'proq qiziqadi. Tarix fani esa go'yoki yodlanadigan, doimiy takrorlash kerak bo'lgan, juda ko'p yillar, juda ko'p ismlar, juda ko'p atamalar bor, fandek taassurot uyg'otadigan bo'lgan. Aslida tarix ustozga ko'p narsa bor. Agar siz o'sha o'quvchini faningizga qiziqtirib bilsangiz, mamlakat tarixiga nisbatan hurmat uyg'ota bilsangiz, o'quvchi eng qiziqadigan shu raqamli narsalardan, gadjetlardan ham voz kechib sizni faningizni o'qishga harakat qiladi, qiziqadi. Sababi shu alomalar aytgandek, eng baland minora ham birinchi g'ishtdan ko'tariladi-ku. Kelajakda kimdir bo'lmoqchi bo'lgan, kelajakda qanaqadir yaxshi karyera qilmoqchi bo'lgan inson o'zini tarixiga murojaat qiladi. O'zini tarixiga murojaat qilishdan xohlaymizmi yo'qmi, ajdodlar tarixiga murojaat qilamiz. Yana aytmoqchi bo'lganim, bugungi ushbu nima deymiz, boshqacha fikrlaydigan, erkin so'zlaydigan yoshlarning tarix ustozlari ham boshqacha bo'lishi kerak. Ya'ni aksincha o'zini fikrini qo'rqmay aytib biladigan, o'z haq-huquqini tanigan o'quvchiga tarixni o'qitish aslida oson. Sababi unga tarix nimaga kerak ekanligini bir og'iz tushuntirasiz, bola o'zidan sizga o'rganib ketadi. Qolaversa, hozir tarixni o'rganadigan resurs ko'p. Telegram kirasizmi, Instagram kirasizmi, YouTube kirasizmi? Tarixni eng zo'r qaymoqlari joylashgan joyini o'rganish oson. Ya'ni biz raqamli texnologiyalar davrida tarix o'qituvchilari ulardan ko'proq foydalanishimiz kerak. O'quvchilarimiz shu qanaqadir faqat vaqt o'tkazuvchi videolarni, podkastlarni emas, ya'ni tarixni o'rgatadigan, ayniqsa qiziqarli qilib o'rgatadigan manbalar, istochniklar deymiz-ku, nima deymiz? Manbalar tayyorlashimiz kerak. Shunda o'quvchilarimiz kirib o'sha narsani ko'rib o'rganishi kerak. Aslida bitta tarixiy davrda, bitta qiziqarli mavzu bilan o'quvchini tarix degan mamlakatga shunday kiritib borasiz, bola o'zi davom ettirib uni o'rganib tushunib ketadi. Demak, tarix bu aqliy trening ekanda. Tarix bu miyani charxlaydigan bir trenirovka deymiz, bu yerda mashg'ulot. Sababi
bizni fanda mavzular, yillar, tarixiyat mana shu darajada ketma-ketki, siz yangi mavzuni o'zlashtirish bilan birga eskisini yana qayta takrorlashingiz kerak. Mana e'tibor bering, nimaga buyuk ajdodlarimiz haqida gapirgan payt Xorazmiylar hech qanday texnika yo'q paytda shunaqa buyuk narsalarga erishdi. Ibn Sino 16-17 yoshida buyuk tabib bo'lib yetishdi. Ularning yutug'ini siri nimada? Hammasi miya faoliyati bilan bog'liq. Aytiladi, o'sha eng geniylar ham miyasining 4%ni shakllantiradi. Ular 6-7 yoshida o'sha o'zidan oldingi soha vakillari, Ibn Sino masalan Qur'onni to'liq yod bo'lgan, Galen, Gippokrat asarlarini, Abu Bakr Rozi kitoblarini, ya'ni bolalikdan tarix, yodlanadigan narsaga agar miyani biz charxlab, miyani yodlash funksiyasini kuchaytirsak, u bola ulg'aygan sari xohlagan sohani olib biladi. O'sha dunyo pedagogikasi ham aytadi-ku, matematika va yodlash xususiyati rivojlangan boladan albatta daholar chiqadi. Ya'ni tarix ana shu yodlash xususiyatini beradigan. Aytmoqchi bo'lsak, o'zimni fanim bilganligim uchun emas, o'zim ko'rib bir necha marta amin bo'lganligim uchun aytamanki, tarix bu daholarni tayyorlaydigan fan. PhD darajasini olish oson emas. Shunday darajani olishingizga sizga nima turtki bo'ldi, motivatsiya bo'ldi? Mana men sizni anchadan beri kuzatib yuraman. Siz nafaqat o'zbek guruhlari, balki rus guruhlarida ham eng sevimli ustoz sifatida tanilgansiz va shogirdlaringiz juda ham ko'p. Shunaqa darajaga erishish uchun, shunaqa PhD'larni olish uchun, shunaqa sevimli ustoz, tarix ustoz bo'lish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Endi ilm bu juda katta ummon, unga kirishga ba'zan odam qo'rqadi. Men birinchi navbatda bolaligimdan va hozirga qadar bu yo'lga olib kirgan ustozlarimni o'rni katta hisoblayman. Sababi ilmga motivatsiya berib, kichkinagina bir ilmiy yutuqlarimizni bizga katta qilib ko'rsatib, shu yo'lga olib borgan ustozlarimga birinchi navbatda rahmat deyman. Ular bilan hali ishlarni davom ettiryapmiz. Qolaversa, ikkinchi katta yutug'im deb aytadi-ku, omadingizning siri nimada deydi. Mana shu omadlarimdan biri siri sifatida shu boshqa tillarni bilganligim deb hisoblayman. Bolalikdan qiziqqanligim, sababi shu avaz o'tar aytadi-ku, til vosita robotay olamyondir. Ya'ni bitta tilni bilsang, bitta eshikka kaliting bo'ladi, bitta qulfni ochib olasan. Ikkita tilni bilsang, bolaligimdan rus tiliga, ingliz tiliga, sharq tillariga bo'lgan muhabbat, uydagi shunaqa muhit, shu kayfiyat meni o'zga tilli guruhlar bilan ishlashga qiziqish uyg'otdi. Shu 14 yillik faoliyatimda o'ylab qarasam, tarixni, O'zbekiston tarixini, mamlakatimiz tarixini o'zga tilli guruhlarga o'tib yurgan ekan. Ular bilan ishlash 2 karra. Xuddiki bilasizmi, nimada tasavvur qilasiz o'zingizni boshqa mamlakatda O'zbekiston tarixini o'qiyotgandek his qilasiz. Bolalar boshqa guruh, boshqa millat vakillari juda ko'p. Buni kayfiyati boshqacha, buni drive boshqacha bo'ladi. Faxr bilan har bitta yutuqni, hatto kamchilikni aytayotgan paytda tan olib, mamlakatimizdagi o'sha o'rtasida tarixlarda bo'lgan og'riqli nuqtalarni o'qitayotgan paytda ham boshqacha drive bilan dars o'tasiz. Shuning uchun hozirgi bo'lajak ustozlarga, ustoz bo'lmoqchi bo'lgan kishilarga maslahatim, o'z faningizni bilish sizni hech qachon faqat shu orqali yaxshi o'qituvchi bo'la olmaysiz. Chunki hozirgi yosh o'quvchilar ustozdan qolishmaydigan darajada bilim egalladi. Siz boshqa tillarni bilib, o'z faningizni agar tarixni boshqa tilda o'qituvchi o'qitib bilsa, u o'qituvchidan baxtli inson yo'q. Faqat tarix o'qituvchilariga tegishli emas, bu barcha fan o'qituvchilariga. Qolaversa agar siz mamlakatingiz tarixini boshqa tilda tushuntirib bersangiz, demak siz nima deydi, bir 2 karra qahramon hisoblanasiz. Shu yerda yurtboshimizni ham 2030-yilgacha ta'lim samaradorligini oshirish strategiyada belgilab qo'yilgan barcha ustuvor vazifalarda mana shunaqa talabchan, bir tilni emas, bir qancha tillarni mukammal dars oladigan o'qituvchilarni shakllantirish, rivojlantirish vazifasi qo'yilgan.
aynan bizning Buxoro davlat tibbiyot akademik litseyida shunaqa malakali ustozlar dars berishdan faxrlanamiz. Shu o'rinda men biladigan sizning yana bitta siringiz bor, lekin shu siringizni aytmayapsiz. Sizni yanada motivatsiya berib, aynan O'zbekiston tarixini shunaqa chiroyli o'tishingizga yordam beradigan siz sayohatlarni yaxshi ko'rasiz. Bir qancha ustoz davlatlarga sayohatlarda bo'lganlar. Bu ham yanada O'zbekistonni sevishlari, shu O'zbekiston tarixini chiroyli qilib o'quvchilarga yetkazishga menimcha bu ham dastur amal bo'lib xizmat qilyapti sizga bugungi kunda. To'g'ri, biz hozirga qadar dunyoning o'ndan ortiq mamlakatlarida bo'ldik. Maqsad faqat sayohat emas, maqsad til o'rganish, ilm o'rganish, mamlakatimiz tarixini boshqa mamlakatlarda ko'rsatish. Biz tasavvur qila olmaydigan darajada dunyoning bizning tariximizga, madaniyatimizga qiziqish yuqoriligini so'z bilan tasvirlashning imkoniyati yo'q. Biz boshqa mamlakatda mana Markaziy Osiyo davlatlarida, Rossiya Federatsiyasi, Ozarbayjon, Gruziya mamlakatlari, Polsha mamlakatlarida bo'lib, ilmiy amaliy anjumanlarda, konferensiyalarda mamlakatimiz tarixi to'g'risidagi o'zimizning chiqishlarimiz bilan qaytib keldik va yana bitta gap, biz borgan joyimizdan nimadir o'zimizga olib keladigan jihatlarimiz ham bor. Mamlakatingiz tarixi naqadar boy ekanligini qachon his qilasiz? Boshqa mamlakatda unga bo'lgan qiziqishni ko'rganingizdan keyin. Shu darajada qiziqish ko'pki, shu darajada bizning tariximizga, madaniyatimizga bo'lgan so'rov ko'pki, bu hozirgi davr tarixchilarini, hozirgi davr o'qituvchilarini, yangi O'zbekiston yangi o'qituvchilarini birinchi navbatda til o'rganish